Assalomu alaykum apparatura muxlislari, arzon texnikalarni hurmatli obunachilari. Men sizlarga 100% tayyor apparat olib qo'ydim. Mana shu apparat sotiladi. Mana to'y mavsumi boshlandi, soqqani qilayotgan payt boshlandi. Men sizlarga kuchli, toza ishlaydigan zo'r apparatni videosini ko'rsataman. Qaranglar, apparatimiz monitorlargacha, kabellargacha, ikkitalab distansioniy mikrofonlargacha bor. Qisqa obzor qilaman. Dynacord 1600 talik aktivniy varianti. Ikkita varianti, lekin signal baland. Chotga ishlaydi. Bitta kelib tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham ajoyib bo'ldi. Buni ham har xil pozitsiyasi bor, yaxshisi bor, lekin yomonlari ham bor. Buni ishlatib ko'ring, o'zingiz baho berasiz. Xo'p, bu yerda DBX crossover turibdi, 3 polosali 234 XL, 3 ta polosaga ham ishlaydi. Kanislarimizga keladigan bo'lsak, mana bunisi sredinalar uchun ishlaydi. Mana bu tepada turgan kanis Electrowuz E8300. Pastdagi niza uchun ham Electrowuz 8300 turibdi. Monitorlarni bo'lsa, mana bu monitorlarni Dynacordda o'zini kanisi bilan ishlatasiz. Endi dinamiklarni obzor qilamiz. 750 driver originali tepasida. Bu dinamiklarimiz bo'lsa MNS Kappa Pro ikkitadan turibdi. Bu tarafda ham xuddi shunday MNS Kappa Pro. Hammasi radnoy holatda turibdi, admodga bo'lmagan. Nizamizga keladigan bo'lsa, radiatorni ko'ryapsizlarmi? MNS Kilomax haqiqiy monster dinamik mana shu bo'ladi. Ezzi bilan birga bir chiqishayotgan dinamik. Juda ham ajoyib. Admodga bo'lmagan radnoy holatda turibdi. Monitorlarimizda bo'lsa 750 driver va MNS Kappa Pro o'rnatilgan deyapti egalari. Hozir ichi ko'rinmayapti. Endi ishlab turgan apparat mana chang bo'lyapti. To'ylarda xizmat qilavergan apparat. Ma'lum bir sabablarga ko'ra egalari sotaman deyapti. 15 kilovatli latr bor ekan. Bu apparatga 10 kilovatli ham yetadi, lekin akamiz 15 kilovatli zapas bilan qilib qo'ygan ekanlar. Kabellarni ko'ryapsizlar. Juda ham ajoyib. Latrda kilovati ko'p bo'lsa zarar qilmaydi. Foyda bo'lsa bo'ladi, lekin zarar qilmaydi. Har doim zapas bilan oling. 5 kilovatli apparatingiz bo'lsa 10 kilovatli latr qo'ying. Mana shu narsani hisobga olasizlar. Hech qachon zarar qilmaydi. Stablik mikrofonimiz distansioniy, qaranglar, juda ham ajoyib mikrofon. Ichini bitta ko'rsatay. Stablikni muxlislari like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Mana ko'ryapsizlar, ikkitali hamma narsasi bilan tayyor turibdi. Pastida bo'lsa Shure mikrofonimiz bor. O'sha yangi chiqqan modelni, bu ham ikkitali. Buni ham sizlarga bitta ko'rsatay. Hali yangi turibdi. Ishlatmaganman hali deyapti egalari, mana qaranglar holati. Mana qog'ozlar bilan turibdi. Bu yerda bo'lsa kabellari bor ekan. Ya'ni 5 taga yaqin mikrofoni, simli mikrofoni, kabellar, hamma narsasi ichida ekan. Qisqasi apparatimiz 100% tayyor. Dinamiklarimiz hammasi MNS brendiga tegishli. Endi stoykalari bor mana. Mikrofon stoykadan ikkita bor ekan va monitor stoykalari ham bor ekan. Hali ishlatmaganman deyaptilar. Mana shuni ichida monitor stoykalari bilan qisqasi apparat 0 dan 100 gacha terilgan. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Mana shu apparatimizda 0 dan yangi teraman desangiz 5000 dollarga yaqin pul ketadi. Bitta hisoblab ko'rishingiz mumkin. 5000 dollarga yaqin pul ketadi. Lekin bu apparatni endi ishlatilganligi uchun o'sha haqqini chiqarib egalari 3300 AQSh dollar so'rayaptilar. Albatta savdo qilib kamiga olsangiz bo'ladi. Egasining raqamlarini qoldiraman, telefon qilib gaplashinglar, kelinglar, tekshiringlar, qo'shiq aytib ko'ringlar. Bularni chexollari ham bor ekan. Qisqasi olasiz, to'yga ketaversanglar bo'ladi. Albatta obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa foydali videolarni sizlarga qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar akalar, salomat bo'linglar. Sezonlaringiz barakatli bo'lsin.